Soliha ayol Alloh tomonidan berilgan bahosi yo'q buyuk bir ne'matdir. U Alloh bu dunyo va oxiratda baxtli bo'lishni iroda qilgan bandasiga yetkazadigan go'zal bir rizqdir. U o'zining iymoni, axloqi va fidoyiligi bilan xonadonni munavvar qiluvchi nurdir. U aslzoda, buyuk ona va fazilatli, saxovatli ota tarbiyasini ko'rib qadr-qimmat va g'ururni o'rgangan. U xiyonatni bilmaydi, va'dasiga va oilasiga sodiq qoladi, sevgi va mehr-muhabbatni asrab-avaylaydi. Butun qalbi bilan chin dildan sevadi, cheksiz mehr ulashadi. Yaxshi kunda ham, yomon kunda ham, kengchilikda ham, qiyinchilikda ham tog'dek mustahkam turadi. Soliha ayolning go'zal sifatlari: u o'ylab gapiradigan odobi doimiy, hayosi esa kafolatlangan. Uning hayotiy o'rni va qilgan ishlari uning kimligiga guvohlik beradi. U vaqt o'tishi bilan o'zgarib qolmaydi, sharoitga qarab o'zgarmaydi. Unda samimiylik va kuch, muloyimlik va qat'iyatlik jamlangandir. G'azablansa ham ko'ngilni og'ritmaydi, xafa bo'lib urushsa ham sirlarni fosh qilmaydi. U ruhan noyob bir xazinadir. Uning uydaligi tinchlik, uning roziligi baxt, uning iffati esa boshlar uzra tojdir. Soliha ayolning eng go'zal va nafis sifatlaridan biri shirin so'z, yoqimli iboralar, go'zal muomala va ezgu amallar bilan ziynatlangan go'zal xulqdir. U eriga hech qachon ovozni ko'tarmaydi va Alloh taolo rozi bo'ladigan ishlar doirasida erining roziligini olishga shoshiladi. U barcha jarohatlarni davolovchi malham va o'zining mana shu go'zal xulqi bilan erining qalbini oluvchi halol bir sehrdir.